bugun 12-yanvar 2026-yil Toshkent aeroportidamiz. Xudo xolasa ikkinchi uyimiz Xorvatiyaga yo'l oldi, xudo xolasa inshaalloh. Birinchi Istanbul, undan keyin Zagrebga uchamiz, xudo xolasa. Hozirgina muammolar bor. Qaysidir ma'noda muammo, qaysidir ma'noda oddiy holat desak ham bo'laveradi. Xullas Istanbuldagi reysimiz o'zgartirilgan. Borganimizdagi hal bo'ladi bu narsa. Oddiy holat, tranzit o'zgarish bo'lib turadi bu narsani deyapti. Lekin bizda birinchi marta kuzatilgani uchun bilmadim qanaqa bo'ladi ekan. U yoqdan 8:20 da tushishimiz kerak edi. Menimcha o'shani boshqa reysga ko'chirsa, bilmadim, пересетка 1,5 soat edi. O'shani vaqti cho'zilishi mumkin. Balki 2 soat va balki 3 soat bo'lar. Xullas nima bo'lganda ham yaxshilikka bo'lsin. Muammomiz hal bo'lsa bo'ldi. Toshkentdan Istanbulga uchishdi, reys o'zgarmagan, faqat Istanbuldan Zagrebga uchishimizda reys o'zgargan. Borgandan keyin hal bo'ladi, u qanaqa bo'ladi bilmadim. Xullas kutib turibmiz hozir. 1 soat vaqt qoldi, 2,5 soat, 3,5 da qolsa uchamiz. Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Xudo xolasa borgandan keyin ko'rishamiz yana, xudo xolasa o'sha Split, Supetr qishloqlarimizni qolgan joydan davom ettiramiz.